Surxondaryo farzandi Ikrom bo'lgan, Ikrom Mulla. Chap qo'lida Qashqadaryo farzandi Chiroqchi. Ana shu uchun Gulobod farzandi Asrar bo'lgan. 3 karra Osiyo chempioni. Bularning zoti bosh taraf bir mehmon. Ana shu to'ybosi Oybek akasi Mahmudxon Nazarxondan bir voqea. Asrarjon. Mana shu Qashqadaryomizni ori kelajagi porloq qo'shib ketgan polvon, mana shu Ikrom polvonni, Bo'ri polvonni hatto halol bosdi. Mana shu olayotgan nor tuyasi, mana shu Fayzulla aka nomidan olayotgan $300 hatto halol, onasidan halol. Bitta qasam bo'lsin. Asror bilan tabrik. Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi kurash berayotgan Oybek akamizga ham katta rahmat. Xudo birlariga ming bersa, to'y bolalar ham katta yigit bo'lsin, elga, yurtga xizmat qiladigan yaxshi yigitlar bo'lsin. Rahmat hammaga. Chalqasdan Qashqadaryo. Katta rahmat. Mana shunday kurashlar elimizda ko'p bo'laversin. Mana shunday ajoyib dargohlarda